masalan bizda Amir Temur bo'lsa, Amir Temur yurish qilgan. Harbiy kompaniya. U yo'q, haligindaqa terminlari juda yumshoq. Yurish, hali bosqinchilik yo'q, hali xunrezlik yo'q, hokazo. Amir Temur o'zini davrini odami bo'lgan. Biz uni hozir yaxshi yomon mana siz aytganda yorliq bera olmaymiz. Nima uchun? U imperiya tuzgan. Imperiyani biz imperiyani qonunlarini, tarixiy qonunlarini, o'sha funksiyalarni nimadan iborat ekanligini o'rganish o'rniga uni bir qanaqadir glorification deydi-yu, ya'ni o'sha sharaflash, qanaqadir mana bobomiz mana shunaqa bo'lgan, demak biz ham o'shani soyasidamiz, biz o'shalarni avlodimiz, demak olg'a shoshmanglar.